Instagramda video ko'rib o'tirsiz. Bitta qiz chiqadi. Men hozirda 170 kilogramman. Kelasi 3 oy davomida obunachilarim bilan birgalikda ozmoqchiman. Menga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Siz shuncha semirayotganingizda bizni chaqirmadingiz-ku, shuncha narsa yeyotganingizda biz esingizga kelmadi-ku obunachilaringiz. Nimaga endi biz siz bilan birga ozishimiz kerak? Yana semiz odam semiz deyish, bu uni lichniy granitsalarini buzadi deydi. Siz odam tiqilinch любой joyda любой odamning lichniy granitsasini buzayotganingiz g'alati tuyulmayaptimi? Yana bunday turib olib, shu holatimda ham o'zi normalniy ko'rinyapman deb berdi. Normalniy uzoqdan ham ko'rinyapti degan, normalniy ko'rinyapti degani emas. Siz kelib meni telefonimdan ko'rib keting-da o'zingizni, shu yerda boshqacha ko'rinyapsiz. Men planshetga ulab ko'rdim u videoni vashta, siz sig'may qolmasin deb. Ya'ni o'zi semiz odamning bitta plyusi bo'ladi. U ham o'g'il bolalarda. Misol, talpaga talp urishayotganda nari tarafda talpada semiz odam bo'lsa, "Mas semiz demay uraman" demaydi hech kim. Ichida ham uni o'ylamaydi. Prosta mas plyusi. Yana semirishga shuncha rasod qilib qo'yib, endi ozmoqchi. Ham semiz, ham tupoy.